Resulallah, Habiballah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Allah'ın rahmetinden qoğlanğan şeytanın azdırıp ketişinden Allah'a sığınıp panoh talab qılaman. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Sizlar bizni bütün kainatni yaratgan, sizlar bizni dünya və ahiretlik nicatlik yolu bolğan haq dini İslam diniga hidoyat qilgan, barcha payg'ambarlarning afzali, bütün kainatning sardori bolğan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e ümmet qilgan Qudratlik Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'alaga cheksiz hamdlari bo'lsin. Alamlarga rahmat qilib avatilgan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e, şu Cenab-ı Resulullah'ın ailesiga, şu Cenab-ı Resulullah bilan birga hech narsani aymay, kech kunduz armay talmay jihad qilgan barliq sahobalarga, ularning yo'liga ta qiyomat kuni qadar izchil ergishib mingan barliq mu'min musulmon birodarlarga Allohning rahmati va salomi bo'lsin. Biz Allohga hamda Rasululloh durud yo'llab bo'lgandan keyin biz yeni Cenab-ı Resulullah'ın sirat haqidagi darsimizni davomlashtiramiz. Biz tungi darsimizda arablarning jo'grafiyalik joylashgan o'rni ve Arap milletleri hakkında to'xtalgan edik. Bugungi dersimiz Cenab-ı Resulullah peygamber qilib avatilishdan ilgari Araplardagi hakimiyet ve boshqarish, huquq ishlari qanday shaklda edi? Biz bu haqda qisqagina tanishib o'tmoqchi. Bugungi darsimizning temasi Araplardagi hukmronlik, hakimiyet tuzumi ve boshliqlik bo'ladi. El-hukmu vel-imaratu fil-Arab. Araplardagi hukmronlik, hakimiyet ve boshliqlik. Kana hukamu jaziratil Arabi inda zuhuri da'vatin Nabiy sallallahu aleyhi ve sellem ala qismayn. Arab Cenab-ı Resulullah'ın davati aşkar olgan çağda Arab quruludagi hukmronlar ikki qism edi. Birinchisi mulukun mutavvajun. İlla ennehum fil haqiqati kanu gayra mustaqillin. Tacılık, yine beşiği tacı keygüzülgen padişahlar. Ulanın beşiği tacı keygüzülgen bolsumu olan mahiyette öz aldığa mustaqil emas edi. İkinciden ruusaul kabaili vel aşair ve kabile başlıkları. وكان لهم من الحكم والامتياز ما كان للملوك المتوجين ومعظم هؤلاء كانوا على تمام الاستقلال وربما كانت لبعضهم تبعية لملك متوج. Mana kabile başlıkları olanınki muşu beşiği tacı keygüzülgen padişahı boğan imtiyazlar ve hukuk hükümler bayit. Mana bu kabile başlıkları tamamen müstakil edi. Aşıların köp kısmı, kabile başlıklarının köp kısmı tamamen müstakil edi. Onların bir kısımları beşiği tacı kiygen padişahlarga beqindi ve şularga ergesh gücü bo'lişi mumkin. Vel mulukul mutavvajunahum mulukul Yemeni ve muluku meşarifiş Şam ve hum ahlu Ghassan ve mulukul Hirat ve ma ada haulai min hukamil cezire lem tekun lahum tijan ve fima yeli mucazu an haulai muluki ve ruusa. Beşiği tacı keygüzülgen padişahlar ular olsa Yemen'nin padişahları edi. Ve Şam'ın yezillardaki padişahları edi. Mana bu Şam yezillardaki padişahlarının ki tarihteki namı
Ali Ghassan, Ghassan padişahı deb ataladi. Ve Hirat padişahları edi. Ve onundan başkamış Arab quruqluğida hükümranlık qılayotgan, hakimiyet hukukunu tutuyotgan hukukdarlar, ularninki manda taciz yo'q edi. Biz tuvanda aşu padişahlar, aşu başlıqlar haqida qisqagina tunishtirish tuvanda keladi. El mulku bil Yemen. Biz hozir Yemendagi padişahlar haqida to'xtalamiz. Yemende tonulup kelgan en qadimiy xalqlarning qatoridan Sab arablarning ichidan Saba qavmi bor edi. وقد عثر على ذكرهم في الحفريات أول ب25 قرنا قبل الميلاد ويبدأ ازدهار حضارتهم ونفوذ سلطانهم وبسط سيطرتهم ب11 قرنا قبل الميلاد. Yemen'de tonulup kelgan en qadimiy xalqlarning qatoridan Sab arablarning için Saba xalqi bor edi. Mana ularningki tarixiy ma'lumotlari haqida, mushu avr qizilma boyliqlari haqida, qizilma boyliqlari ichida xabar topildi. Miladidan burun 25 yil, miladidan 25 asr burun mushu yaşıqanlığı, əvri arxeologiya qızılması içində ularning bir qism tarixiy ma'lumotları haqida xabar topilindi. Ularning madaniyatining gullanishi, ularning huquq saltanatining kengayishi milodidan burun 11-asrdan boshlangan edi. Ularning bütün hükümranlık, hakimiyet, saltanat devirlerini tüvenki mölçer boyunca bölüş mümkün bo'ladi. Birincisi miladiden burun 1300 yıldan başlap miladiden burun 620 yılga kadar hükümranlık sürüp kelgan. Aşı mezgilde ularning devleti Devletul Muinat deb tonulgan edi. Mana bu devlet Cevup'ta, yani Necran bilan Hazramavat aralığıga joylashgan tuzlanlikda oshkor bo'lgan. Andan keyin bu devlet, bu gullanish, kengayish, taraqqiy qilishga boshladi. Hattoki bu devletning siyosiy nufuzi Hijozning shimoliy qismidan Ula va Ma'an degan joygachilik yetib borgan edi. Tarixda shunda deyiladi cho'qim, bu Devletul Muiniyat degan bu devletninki qo'l ostiga egallab olgan Simullah Arab ellarining sirtig'ichilik yetib borgan. Ularninki hayot turmushininki asosliq to'rigi nuqtasi bu tijorat savdo setiq bo'lgan. Summa innahum banaw satta ma'rabillazi lahu sha'nun kabir fi tarixil Yemen. Ular olsa mush Yemen tarixida bu nomi shuhrati intayin cho'ng bo'lgan ma'rab sapilini qurib chiqqan, yasab chiqqan. Vallazi vaffara lahum mu'zama khayratul arz. Mana bu ma'rab sapili ularga siminning nurg'unlagan mushu moddiy tabiiy boyliqlarini to'liqlab bergan edi. Mana bu vaqtda Janob Alloh hatta nafsus zikra va kanu qawman bura deb mushu Yemenlik haqida mush oyatning mazmuni to'xtalgan. Mush oyatni o'tirib qo'ygan. Mush oyatdagi ular bu zikrni, ya'ni o'ziga tushirilgan haqni unutdi, ular o'zimi hilaq qilingan, yo'qolgan bir xalq bo'ldi deb mush oyatda shularni tilga olib o'tdi. Sura Furqonning 18-oyati.
وكان ملوكهم في هذه الفترة يلقبون بمكرب سبع. Aşı mezgilde olanın padişahlığı Mukarrab Saba degan laqab bilan tanilib kelgan. وكانت عاصمهم مدينة سرواح التي توجد أنقاضها على بعد 50 كيلومترا إلى الشمال الغربي من مدينة مأرب. من olanın paytaxtı Sirvoh shahri bo'lgan. Mana bu Sirvoh shahrininki xarobiyliklari bu Ma'rab shahrining g'arbiy shimoliga 50 kilometr uzoqlikda bu Sirvoh shahrininki xarobiyliklari mavjud. San'aning sharqiy tarafiga 142 kilometr jiroqlikda bor. Mana bu joy hozir Xuraybiya degan nom bilan ataladi. Xaroblashgan shahar degan nom bilan taniladi. Mana shu davlatga hukmronlik qilgan podshohlarning soni 22 bilan 26 oralig'ida hukmron podshohlar xalqlar o'tgan edi. İkinciden ularninki miladiydan burun 620-yildan miladiydan burun 115-yilga qadar bo'lgan oraliqdagi Yamandagi podshohlik hukmronlik haqida to'xtalamiz. Aş mezgilde ularning davlati Saba davlati degan nom bilan tanilgan. Vaqat tarakku cho'qim ular Mukarrab degan laqabning o'zini tashlab, ular Muluku Saba degan nom bilan tanilib kelgan. Ular Sirvoh degan shaharning o'rniga o'zlariga Ma'rab degan shaharni poytaxt qilib qo'llangan. Mana bu Ma'rab degan bu shaharningki xarobiyliklari San'aning sharqiy tarafiga 192 kilometr jiroqlikda hozirmi bor. Mana 3-dan Yamanliklardagi hokimiyat, huquq tarixi miladiydan burun 115-yildan boshlab miladiya 300-yilgacha bo'lgan oraliqdagi ularninki huquq tutgan hokimiyat nizomi. Aşı mezgilda mush Yamanliklarninki qurgan davlati Davlatul Humayriyatul Ula degan nom bilan tanilgan. Tunji qatim himyarliklarninki qurgan davlati degan nom bilan tanilgan. Chunki himyar qabilasi bu g'alaba qildi va Saba mamlakati bilan mustaqil bo'ldi. Mana bu Saba mamlakatininki podshohlari Muluku Saba va Ziridan degan nom bilan tanilgan. Mana shu podshohlar mush Ma'rab shahrining o'rniga o'zlariga Ridan degan shaharni poytaxt qilib tutgan edi. Mana bu Ridan degan shahar hozir Zipar shahri degan nom bilan tanilib kelgan. Mana bu shaharning xarobiyliklari mush Yerli degan joyga yaqin bo'lgan Mudvir teg'ida bor. Mana shu davrlarda ularda bu hokimiyatning qo'lab tushish va tushkunlashish boshlandi. Nemishqa sababi? Faqat fashalat tijaratuhum ila haddin kabir. Libastil anbati saytaratihim ala shimalil Hijaz avvalan. Ularning tijorat so'z-satiqlari zo'r darajada o'ngsizlik uchradi. Birinchi bo'lib Hijozning shimoliy qismini anbatlar kontrol qilib olganligi uchun. Onundan keyin mush Misr, Suriya, ikkinchidan Misr va Suriya Hijozning shimoliy taraflariga ularning huquq nufuzi o'tgandan keyin dengiz yo'llaridagi tijorat yo'llarini Rumliklar besib olganligi uchun. Uchinchidan shu himyarliklarninki qurgan davlatlarining mag'lub bo'lishidagi uchinchi sabab o'zaro qabilalar bu raqobatlashganligi uchun bu davlat yo'qolgan.
Mana mushu moddalar qahton, oliy qahtonliklarning parchalanishi, bo'linishiga, ularning kengri ziminlarga kuchab chiqib ketishiga sabab bo'lgan omillar mana mushu. Mana bu Yamandagi podshohlik haqidagi 4-nokta milodiya 300-yildan boshlab islom Yamanga qadam bosib kirganga qadar bo'lgan oraliqdagi Yamanda hukm surayotgan hokimiyat sistemasi tuvandikicha. Mana mush mezgildagi qurilgan davlat ikkinchi qatimliq himyarliklarning qurgan davlati degan nom bilan tanilib kelgan. Mana bu davlatning podshohlari Muluku Saba, Siridan va Hazramavit ve Yumnat degan nomlar bilan tanilib kelgan. Mana mushu davlatga qalaymiqanchiliklar, hodislar üzülmay keldi. Hem bu davlatni yat ellarga to'g'ri qilib qo'ygan, hattoki bu davlatning mustaqilligini yo'qotgan yerlik urushlar va inqiloblar üzülmay oqima-oqa chiqib turdi. Mana mush mezgilda, mush davrda Rumliklar Etni degan shaharga besib kirdi. Man Rumliklarning yordam berishi orqali Habashiyliklar Yamanni milodiya 340-yili tunji qatim ishg'ol qilib oldi. Hamadan Himyardan iborat bu ikki qabila o'rtasidagi raqobat kurashlaridan foydalanib, milodiya 340-yili tunji qatim Yamanni Habashiyliklar ishg'ol qilib olgan. O Habashiyliklarning Yamanni ishg'ol qilishi milodiya 378-yilga qadar davomlashdi. Onundan keyin Yaman yana o'z mustaqilligiga erishdi. Walakin bada'at taqa'us salmatu fi sadd Ma'rab. Lekin Ma'rab sapilg'a yerilishlar va chaqlar tushishga boshladi. Qur'oni Karim Saylul Iram deb tilga olgan cho'ng bir sel eqini yuz berdi. Milodiya 450-yillari yoki milodiya 451-yili bu cho'ng bir kelkun ofat yuz berdi. Mana bu cho'ng kelkun hodisasi shu shaharninki qurilish, binokorlik madaniyatlarini xarob bo'lishiga ve xalqlarning parchalanib, chechilinib ketishiga olib bordi. Milodiya 523-yilda Su Navasil Yahudi bu Najran ahlidan bo'lgan xristianlarga ig'ir bo'lgan bir hujumga rahbarlik qildi. Mana bu Yahudi o Hristiyan dinidagi kishilarni Hristiyan dinidan mecburi qaytarishni maqsad qilib, bu Najran ahlidan iborat Hristiyan dinidagi kishilarga ig'ir bo'lgan cho'ng keng ko'lamlik bir hujumga rahbarlik qildi. Mana bu Hristiyan dinidagilar o'zining Hristiyan dinidan unumabdi, yong'ili unumabdi, ularga o'raklarni qo'ladi. Ularni shu o'rakdagi qalangan o'tlarga tashladi. Mana mushu 523-yilda yuz bergan mushu voqealik Qur'oni Karim Buruj surasida ishorat qilib o'tgan voqealik mana mushu. Mana Buruj surasida qutila ashabul uxdud deb kelgan. Mana bu o'rak qo'lgan o'rak egillariga la'nat o'qilsin, Alloh tarafidan la'nat qilinsin deb mushu oyat ishorat qilib o'tgan shu o'rak Xandak vaqaliklari, o'rak vaqaliklari dan 523-yilda yuz bergan. Mana mush hodisa nati o'z diniga samimiy sodiq, nati jonliq, ruhliq bo'lgan Nasara dinidagi kishilarningki bu Yahudlardan intiqom elish, o'shmanlik elish ichida mushu Arab ellaridan bo'lgan Rum bagzodalarining rahbarligi ostida kengayish ve ozod bo'lishga sabab bo'ldi. Mana bu Rumliklar
Habeşiliklarni qiziqtirdi, ularni kutdi. Ham ularga dengiz armiya qo'shinlarini tayyorlab berdi. Habeşiliklarning 70 ming kishilik qo'shin bu urushga tushdi. Yamanni ikkinchi qatim Habeşiliklar ishg'ol qildi. Milodiya 525-yil Aryat degan kishining nomi bilan ikkinchi qatim Habeşiliklar Yamanni ishg'ol qildi. Vadalla Aryatu hakiman min qibali mulukil Habeşati hatta iqtalahu Abrahat ibn Sabahil Ashram. Mana bu Aryat Habeşiliklarning padişahı tarafidan izchil hukmron bo'lib keldi. Hattoki uni shuning qo'shinlarining qo'mondonlarining birisi milodiya 549-yili mushu Abrahat ibn Sabahil Ashram degan bu badbaxt qaslab o'ldirdi. Mana bu Abraha o'zini Habeş padişahından rozilik talab qilgan, uni rozi qilgandan keyin Yamanga hokim bo'lib o'zini tikladi. Hokim qilib tikladi. Mana bu yerdagi Abraha Ka'bani yiqitish uchun qo'shinlarni to'plagan, qo'shinlarni to'plab Ka'bani yiqitish uchun yurish qilgan ablah badbaxt shu. Mana bu Abraha va uning qo'shinlari Ashabil Fil degan nom bilan tanildi. Uni Alloh taolo o Fil vaqasining oqisidan San'aga qaytib mangandan keyin Alloh iloh qildi. Yamanning hokimligiga uning o'rniga uning o'g'li Yaksum hukmronlik qildi. Uningdan keyin ikkinchi o'g'li Masruq bu hokimiyat huquqini tutdi. Deyilgan ma'lumotlarda bu ikkisi o'zining dadisidanmi bek eski. Hem Yemenliklarni izish, ularni bostirish, ularni xorlash jihatda dadisidanmi bu tarixi intayin rezil bo'lgan kishilar deb tarixiy ma'lumotlarda shunday deyilgan. Amma ahlul Yaman fa innahum amma Yaman ahli cho'qim ular Fil vaqasidan keyin bu Yaman ahli Farisliklardan yordam talab qildi. Ular Habeşilikka qarshi turish bilan turib, hattoki ularni yurtdan qolib chiqardi. Ular milodiya 575-yilida bu Ma'di Karib Sayf ibn Yazanil Himyar degan kishining rahbarligi bilan mustaqillikka erishdi. Ular bu Ma'di Karibni o'zlarining podshohi qilib tutdi. O'zlariga podshoh qilib tikladi. Ma'di Karib o'zi bilan bir to'p Habeşiliklarni o'ziga xizmat qiladigan, o'zining qo'shinlarida mang'adigan qilib ep qoldi. Mana bu Habeşiliklar bu Ma'di Karibni bir kunisi qaslab o'tdi. Uning o'limi orqali bu Ziyazan oilasidan podshohlik uzilib qoldi. Yaman bu Farisliklar tarafidan valilar üzülmey kelgan Farisliklarning qo'l ostiga tushib qolgan mustamlika bir davlatga aylanib qoldi. Mana bu Yamanga Farisliklar tarafidan bekitilgan tunji vali Vahras, andiki Mirziban ibn Vahras, andiki uning o'g'li Tinjan, andiki Xisr ibn Tinjan, andiki Bazan bo'ldi. Hem bu Bazan Farisliklarning Yamanga qo'ygan eng oxirgi valisi edi. Mana bu Bazan milodiya 628-yili islomni qabul qilib musulmon bo'lgan. Mana bu Bazanning musulmon bo'lish orqali Farisliklarning Yaman ellariga bo'lgan huquq nufuzi oyoqlashdi. Endi biz Arab ellarining ishidan bo'lgan Hirat degan bir shaharlar rayonlar bor. Arab rayonlariga tabi. Mana bu Hiratdagi podshohlik, u yerdagi hokimiyat tuzumlari haqida to'xtalamiz. Farisliklar Iroq va Iroq qo'shni bo'lgan
davlat rayonlarga hukm surib keldi. Mana ularning chechilib ketgan holatlarini bu Qurishul Kabir degan odamning o'z milodidan burun 557-yildan 529-yil qadar mushu ularning chechilib ketgan holatini birlashtirgandan boshlab hukm surib keldi. Bir odam ularga qarshi chiqolmaydi. Hattoki milodidan burun 326-yilda bu İskender Makedoni bu dast o'rnidan turib, ularning podshosi Darani mag'lub qildi, ularni chechib tashladi va ularning shavkatini sundi. Hattoki ularning shaharlari poch-poch bo'linib ketdi. Mana bu shaharlarga Mulkul Tavoib deb tanilib kelgan podsholar hukm surib keldi va uningga egilib keldi. Mana shu podsholar mushu shahar, mushu Hirat rayonlariga, mushu rayonlarni poch-poch holatda hukm surib keldi. Milodiya 230-yilga qadar. Mana shularning podshohlik davrida qahtonliklar kuchayib ketdi. Ular Iroqning yezilarining bir qismini egalladi. Ondan keyin ularga kuchab bo'lgan adnonliklarning bir qismlari qatildi. Ondan keyin ular nihoyatda ko'payib to'plashdi. Hattoki ular Furat quruqligining bir qismiga joylashdi. Mana ash ko'chmanlarning ichidan tunji podshohlik huquqini tutgan shaxs o Qahton oilasidan, ali qahtonliklardan Malik ibn Fahmid Tanuhi bo'ldi. Hem bu Malik ibn Fahmid Tanuhi'ninki markaziy shtab o'rni Anbar degan rayon bo'ldi. Hem Anbarga yaqin bo'lgan rayonlar bo'ldi. Ve onun qarindishi, onun o'rniga chiqdi, onun qarindishi Amr ibn Fahmi bir rivoyatda. Yani bir rivoyatda bu Abrashi vel Vazzah deb laqam qo'yilgan Jazimat ibn Malik ibn Fahmi onun o'rniga chiqqan edi. Mana bu hokimiyat kuch-quvvati ikkinchi qatim milodiya 226-yilda Sasaniya davlatining ta'sis qilguvchisi Erdesh ibn Babik zamonasida bu hokimiyat kuch-quvvati ikkinchi qatim Farslikka qaytib keldi. Cho'g'on bu Erdesh ibn Babik Farsliklarning chechilib ketgan holatlarini bir yerga keldi, birlashtirdi. Ve onun podshohlik doirasida turayotgan arablarga ega bo'ldi, arablarni boshqardi. Mana shu Quzoa qabilasining Shomga ko'chib ketishiga sabab bo'ldi. Lekin o Erdesh ibn Babikka Hirat ahlilari, Anbar ahlilari qo'ysundi. Ve fi ahdi Erdeşir كانت ولاية جزيمة الوسطى على الحيرة وسائر من ببادية العراق والجزيرة من ربيعة وموسر. Erdeşir zamanısında bu Jazimetul Vazzah'ның Hirat ve Irak'ның yezilerindeki bir kısım başka kişilerge bo'lgan viloyat huquqi ve quruqliqqa Rabi'a Muzar qabilalaridan bo'lgan Iroqning yezilaridagi boshqa kishilarga Hirat bo'lgan Jazimatul Vazzahning huquqi bo'ldi. Xuddi Erdeshir shunda da qarab qoldi, yuziga arablarning bevosita hokimiyat yurgizish, hukmronlik qilish mumkin bo'lmaydi ve o'zlarining podshohlik doirasiga hujum qilishdan yuzi cheklab, yuzi qo'g'diyolaydi deb qarab qoldi. Lekin ularga şu arablarning ichidan chiqqan ve onu qo'llaydigan, onu himoya qilib qo'g'daydigan jamoatlar ko'p bo'lgan bir odamni podshoh qilishni to'g'ri deb qaradi. Yani bir tarafdan bu arablar bilan
ularga qo'rqinch solayotgan, andish sog'an, qo'rqitayotgan Rum podshohlariga o arablar bilan yordam qilish imkoniyatiga ega bo'ldi. Mana bu ikki tarafdan nazarda tutib turib, qanday qildi? Mushu arablarning ichidan bir odamni hokim qilib tikladi. Ardashir zamonasida Jazimatul Vassah degan bu kishiningki Hirat va Iroqning yezillarida yashayotgan boshqa kishilarga va Rabiya Muzar qabilasidan iborat bu arab quruqlik qilgan huquqqa viloyati bo'lib keldi. Xuddi Ardashir shunday deb qarab qoldi, yuziga arablar bevosita hukmronlik qilish mumkin emas deb qaradi. Hem o'zlarining podshohlik chegaralarga hujum qilishdan ularni tusab qalalaydi va qo'g'daydi deb shunda qaradi. O'zining shunda cheklaydiganligini cheklaydi deb qarab qoldi. Lekin ularga shu arablarning ichidan onu qo'llaydigan, onu himoya qilib qo'g'daydigan jamoat tuqqanlari ko'p bo'lgan bir kishini podshoh qilishni to'g'ri deb qaradi. Yana bir tarafdan bu Ardashirga mana bu arablar bilan yordam talab qilish mumkin bo'ladi. Ularni qo'rqitayotgan Rum podshohlariga qarash. Mana Iroq arablari ularni Rum podshohlari tarbiyalab yetishtirgan Sham arablari oldida bo'lish uchun mush arablarning ichidan chiqqan bir odamni arablarga hokim qilishni to'g'ri deb qarab, bu Jazimatul Vassah degan kishini qanday qildi? Podshoh qilib tiklagan. Hirat podshohning qashida Fars qo'shinlaridan bir bo'lik guruh qo'shinlar qilib qoldi. Nimishqa mushu yezdagi arablardan o'z hukmronlik qarshi chiqqanlarga uning bilan yordam talab qilish uchun. Mana bu Jazimatning o'limi milodiy 268-yili bo'ldi. Jazimat o'lgandan keyin bu Hirat va Anbarga Amr ibn Adiyevning Nasr al-Laxmi ega bo'ldi. Milodiy 268-yildan milodiy 288-yilga qadar. Mana bu Amr ibn Adiyevning Nasr al-Laxmining Hirat va Anbarlik huquqini qo'lga olganligi bu Laxmiliklarningki podshohlarining tunjusi bo'ldi. Hem Hiratni o'zininki bir davlat shtabi qilib qo'llangan tunji kishi bo'ldi. Kisra Sabur ibn Ardashir zamonasida bo'lgan edi. Bu Amr ibn Adiyevning Nasr al-Laxmininki bu Hirat podshohligini tunji qatim elishi Kisra Sabur ibn Ardashir zamonasida bo'ldi. Ondan keyin hamisha bu podshohlik uningdan keyin Laxmiliklardan bo'ldi. Ular Hiratga ega bo'ldi, Hiratning huquqini tutdi. Hattoki Paris Qubbaz ibn Fayruz Hiratni qo'lga olganga qadar. Mana Qubbaz ibn Fayruz milodiy 448-yildan milodiy 531-yilga qadar hukm surib keldi. Bunun zamanında Məzdək degan bir bədbəxt aşkar oldu. Bu bədbəxt ibahiyet. Yine neymiş qılsan buluyor deb, hatta zina fahişidən tatib hamını yol qoygan ibahiyet məzhebiga dəvət edib beriş bilan tutdu. Bunun Qubbaz əgəşdi. Onunla Qubbazın puhralarından nurgulluğan kişiler əgəşdi. Adigin Qubbaz Hirat padişahıga. O Hirat padişahı Munzir ibn Mayis Sama bu miladiy 512-yildan 554-yilga qadar hukm surib kelgan. Bu Munzir ibn Mayis Samaga adam evetdi. Onu mushu razil nachar mazhabni mush yo'lni tanlashga chaqirib elchevetdi. Mana bu Munzir ibn Mayis Sama bu Qubbazga shu yo'lni tutishga unumadi. Nəhayət özünün vicdanı g'urur jahdidi. Mana bu Munzir ibn Mayis Samani Qubbaz huquqidan ep tashladi. Uning o'rniga Haris ibn Amr ibn Ajral Kindini
kindini igi qildi. O Haris ibn Amr ibn Ajalil kindi o Qubbosninki muzdek mazifega bo'lgan chaqiriqni ijobat qilgandan keyin mana bu Qubbosning o'rniga Kisra Anishirvan Miladiya 531 dan Miladiya 578-yil qadar bo'lgan hukm surib kelgan bu Kisra Anishirvan Qubbosning o'rniga dastladi. Mana bu Kisra Anishirvan bu mazhabni pek yomon ko'radi. Bu muzdakning mazhabiga bo'ysunib kelgan, uning aqida qilib kelgan nurg'ulg'an kishilarni o'ldirdi. Munzirni Hiratning valiligiga qaytirib keldi. Haris ibn Amirni tutish buyrug'i chiqardi. Lekin u Haris ibn Amri bu Tariq Kalibga qochib ketdi. Hamisha shu Tariq Kalib qabilasining ichida yashadi, hatto o'lib ketdi. Munzir ibn Ma'iz Samoatdan keyin uning oqisidan bu podshohlik izchil davomlashib keldi, hatto Nu'man ibn Munzir bo'ldi. Miladiya 583-yildan miladiya 605-yilga qadar. Mana bu Nu'man ibn Munzir uning Kisra ajoyib g'azab qilgan. Bir suiqasning sababi bilan o suiqasning Zayd ibn Adiyil Ubadi planlagan bir suiqasning sababi bilan Kisra uning qattiq o'ch ko'rdigan, uning g'azab qilgan kishi edi, Nu'man ibn Munzir. Andan Kisra Nu'manga elchi evatdi, Nu'manni tutib kelish uchun. Andan Nu'man chiqib yurtdan chiqdi, hatto maxfiy holatda Hani ibn Mas'udning qashig'iga tushdi. Bu Ali Shaybonninki boshliq edi. Uning qashig'i o'z oilasini, o'z iqtisodini amonat qo'ydi. Hatto Kisraning qashig'i yuzlanib bordi. Kisra uni turmuq sulab qo'ydi, turmudi yo'lab ketdi. Hiratga o Nu'man ibn Munzirning o'rniga Hiratga Nu'man ibn Munzirning o'rniga Iyas ibn Qabisa Tayi ega bo'ldi. Hem bu Iyas ibn Qabisa Tayini Hani ibn Mas'udning qashig'iga elchi evatib buyurdi. Kisra onun qashig'iga qo'yilgan omonat molni topshirib berishni talab qildi. Buningga ani nayati vijdoniy tuyg'u jihatdan, g'urur jihatdan unamadi. Padişah urush e'lon qildi. Uzun qolmay bu padişah Kisra Murazibatu Kisra ve uning qo'shinlari Iyasning o'rniga bostirib keldi. Ikki guruhning o'rtasida bu Ziqar degan o'rinda zo'r janglar bo'ldi. Bu jangda Banu Shaybon qabilasi g'alaba qildi, Farisliklar eg'ir mag'lub bo'ldi. Mana mushosim arablar ajamlar ustidan g'alaba qilgan tunji kun bo'ldi. Mana bu g'alaba qilgan bu ishlar Rasululloh tug'ilgandan keyin bo'ldi. Tarixshunoslar mushu jangning vaqtini belgilash jihatda o'xshamagan qarashda bo'lib keldi. Tarixchilar tarafidan shunda deyildi, bu jang Rasululloh tug'ilib azroq vaqtdan keyin bo'ldi desa, yana bir bo'lik Rasululloh tug'ilib mushu Iyas ibn Qabisa Hiraqqa vali bo'lgandan boshlab tug'ilib 8 oydan keyin bo'ldi degan. Deyildi tarixshunoslar tarafidan payg'ambarlikdan azroq ilgari degan. Mana bu payg'ambarlikdan azroq ilgari degani bu aqlga ham reallikqa intayin yaqin. Deyildi nubuvatdan keyin azroq vaqtdan keyin, deyildi hijratdan keyin. Deyildi Badr urushi, deyildi undan boshqa mush Badr urushidan keyin bo'lgan jangni bu deb
bunda tarixchilar tarafidan deyilganlarmi bor. Lekin eng reallikqa to'g'riliqqa yaqin bo'lgani payg'ambarlikdan ozroq ilgari bo'lgan. Mana bu Kisra Hiratga vali bo'ldi Iyosdan keyin Kisra Hiratga Iyosdan keyin Parislik bir hokimni tikladi. Mana bu Parislik hokimning nomi Azad-Bey ibn Mahbiyan ibn Mehrabandot degan kishi. Mana bu davomli 17 yil hukm surib keldi. Miladiy 614 dan miladiy 631 yil qadar. Antekin podshohlik miladiy 632-yili Al Lahmiga qaytib keldi. Mana ularning ishidan Ma'rur degan laqab bilan qo'yilgan Munzir ibn Nu'man ega oldi. Lekin bu Munzir ibn Nu'manning bu Hiratga vali bo'lishi bu 8 aydan oshmadi. Hattoki uning qashiga Xolid ibn Velid musulmonlarning askari bilan keldi. Şam'daki padişahlık Araplar qabilalarning ko'chashlari bilan ko'chash harakatlari bilan Araplar aralashib ketgan bir davrda Quzoa qabilasidan bir bo'lak aymoqlar Sham yezilariga berib shu joyda o'ltiraqlashdi. Hem ular Bani Sulayh ibn Hulvan qabilasidan edi. Mana ularning ishidan Banu Zaci'am ibn Sulayh degan qabila var. Ular Zaci'imat degan nom bilan to'linib kelgan. Ularni Rumliklar tarbiyalab yetishtirgan. Nemishqa qo'rg'liqda yashayotgan arablarni qalaymaqonchilik chiqarishdan to'sish uchun ham ularning Farsga qarshi bir tayyorlik, bir kuch bo'lish uchun ularning bir podshohni qanday qildi vali qilib tikladi. Antekin podshohlik ularning ichida bir qancha yillar davomlashdi. Ularning ichidagi eng mashhur podshohning ichidan Ziyad ibn Habulaba. Mana ularning hukmronlik qilgan, podshohlik qilgan zamoni milodiya 2-asrning dastlaridan boshlab ta shu asrning azroq oxiriga qadar mo'ljallanadi. Ularning huquqi viloyati Ali G'assan qadam keltirib kelgandan keyin oyoqlashdi. Mana bu Ali G'assanlar Zaci'imat qabilasidan g'olib kelgan kishilar. Ularning qo'lidagi qurol-yarog' kuch ustidan g'olib kelgan, ularning ustidan g'alaba qilgan kishilar Ali G'assan. Andikin bu Ali G'assanliklarni Rumliklar Sham arablariga podshoh qilib tikladi. Ularning poytaxti Busra shahri bo'ldi. Hamisha G'assanliklar Shamga hukmronlik qilib Shamga egolab keldi. Ularning Rum podshosining Maliye degan sifat bilan. Hattoki bo'ldi Hijriya 13-yili Yarmuk jangi bo'lgan qadar. Ularning eng oxirgi podshosi Mu'minlarning amiri Umar ibn Xattob roziyallohu anhuning davrida eng oxirgi podshosi Jabalat ibn Ayham islomga bo'ysundi. Bugungi darsimiz mushada oyoqlashadi. İnşallah ayette yine dersimizni davomlashtiramiz. Alloh xolisa. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.